Biz har kuni iste'mol qiladigan ichimlik suvi o'z-o'zidan paydo bo'lmaydi. Ichimlik suvi iste'molchiga yetib kelguncha uni ishlab chiqarish va yetkazib berish, jamlash, filtrlash, har soatda laboratoriya tekshiruvlaridan o'tkazish, minglab kilometrlik quvurlar va nasoslar orqali markazlashgan tarzda tashish singari bir nechta murakkab bosqichlardan o'tadi. Buning uchun katta mehnat va katta xarajatlar sarf qilinadi. Shuning uchun ham suv uchun to'lovni o'z vaqtida to'lab borishni unutmaslik kerak. Lekin ayrim iste'molchilar to'lovlarni vaqtida amalga oshirishni istamaydilar. Bunday hollarda ularga nisbatan tegishli choralar qo'llashga to'g'ri keladi. Qashqadaryo viloyatida ana shunday ichimlik suvi haqini vaqtida to'lamagan xonadon egalariga nisbatan choralar ko'rildi. Muxbirimiz Shavkat Aminov mavzuni davom ettiradi. Darvoza oldida uzoq kuttirish, eshik ochilganda ham turli bahonalar. Bu bugun ichimlik suvi haqini undirishga mas'ul inspektorlar oldida turgan har kungi muammo. Hozir idoralardan chiqib keldi. Birinchi bo'ladi 1.134 ming bor ekan kompyuterga. To'lov o'rniga turli qo'ng'iroqlar bilan vaziyatdan chiqishga urinishlar ortidan bu boradagi qarzdorlik ko'lami kengaysa kengayadiki, afsuski kamaymaydi. Qarzdorlik ortishi esa ta'minotda ham muammolarni keltirib chiqaradi. Sezayotgan bo'lsangiz, so'nggi vaqtlarda ichimlik suvi masalasi global muammoga aylanib bormoqda. Bir tomondan ichimlik suvi yildan yilga kamayib borayotgani, boshqa tomondan iste'molchi sifatida majburiyatlarning bajarilmayotgani, suv ta'minotini yaxshilash borasidagi yirik loyiha va rejalashtirilgan ishlarning o'z vaqtida bajarilmay qolishiga sabab bo'lmoqda. Tumanimizda 10 ming aholi bo'ladigan bo'lsa, 2025-yil 1-yanvar holatda 2 milliard 136 million debitorlik mavjud edi. 2025-yil 1-noyabr holatda 1 milliard 44 million so'm debitorlikni qisqartirdik. Bunga tuman prokuraturasi, majburiy ijro byurosi xodimlari bilan birgalikda o'ndirishga erishildi. Qarzdorlarning ko'pchiligi davlat idoralarida ishlaydigan xodimlar bo'lib, aholining oddiy qatlamida deyarli to'lovlar bilan bog'liq muammoimiz yo'q, deydi Kasbi tumani suv inspektorlari. Oddiy aholi to'lab beradi, lekin davlat ishlaydiganlar to'lamaydi. To'lashdan bosh tortishadi. Qarzdorlikni bartaraf qilish yuzasidan tumanda o'tkazilgan tadbirlarda bevosita biz ham ishtirok etdik. Muloqotlarda kimdir nazoratchilarni, yana kimdir vaqtida suv berilmayotgani bo'yicha e'tirozlarni bildirisharkan, yillar mobaynida suv haqini to'lamasdan kelayotgan iste'molchilar ham uchradi. Hozirgi kunda 1 milliard 44 million debitorligini 25-30% davlat tashkilotida ishlaydigan xodimlar. Asosiysi kadastrga ishlaydigan xodimlarimiz bor. Xalq ta'limi tizimiga, sog'liqni saqlash tizimiga ishlaydigan xodimlar qarzdorlikka juda ham katta. Joriy yilning 1-yanvar holatida Qashqadaryo viloyatida ichimlik suvidan debitor qarzdorlik 70 milliard so'mni tashkil qilib, qarzdorlikni undirish yuzasidan ko'rilgan chora-tadbirlar natijasida yil boshiga nisbatan 35,5 milliard so'mga tushirildi. Qarzdorlikning eng katta ko'rsatkichlari Qarshi shahri, Nishon va Chiroqchi tumanlariga to'g'ri kelmoqda, deydi mas'ullar. O'tkazilgan reydlar natijasida suv ta'minoti korxonasi manfaatiga 13,9 milliard so'm zarar yetkazilganligi aniqlanib, 14 ta jinoyat ishi qo'zg'atilgan va 415 nafar shaxs ma'muriy javobgarlikka tortilgan. Siz suv haqini to'lamasdan eshik ortida olayotgan bir paytda qaysidir manzilda odamlar suv kutib turganini va qarzdorlik natijasida yuzaga kelayotgan ta'minot muammosidan aziyat chekayotganini unutmang. Zero global muammolar aslida kichik e'tiborsizliklardan kelib chiqishini unutmaylik. Bugun bizga hayot va zavq ulashayotgan toza ichimlik suvidan kelajak avlod ham bizdek bahra olishga haqlidir.